Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz shoir Botir Ergashev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri tanishtirdimmi? Shunday. Yo'q, mukofotlarni aytishim shartmi? Yo'q, shart emas. Siz bilan hayot va xayol yo'llarida avval ko'rishganmiz. O'shanda Botir aka, qanday keldingiz desam, qushday uchib keldim degandingiz. Bugun qanday keldingiz? Bilmayman, bu ko'rsatuv menga juda ham yoqadi. Rahmat. Bu ko'rsatuv odamning ongi, tafakkurini, shuurini, qat-qatlarini ochishga yordam beradi. Gohida yengil-yelpi hayot, yengil-yelpi har xil xoy-havaslar mana shularga o'ralashib, shu miyani qatlari ochilmay qolib ketadi. Va bu ko'rsatuv ana shu qatlarni ochib, insonni aql idrok sohibi ekanligini esga soluvchi ko'rsatuv. Shu uchun boshqa bir ko'rsatuvlarga bahona qilish mumkindir. Agar vaqt bo'lib turib ham vaqtim yo'q deyish mumkindir. Lekin men bu ko'rsatuvga unaqa deya olmayman. Rahmat. Shu ehtirom Shu uchun yana avval qanday kelgan bo'lsa mana shunday keldim. Shunday keldingiz. Bu ko'rsatuv emin-erkin ko'nglimdagi gaplarimni gapirib oladigan. O'zi mabodo qo'ymasa ham siz tortib olasiz savollar bilan. Mana shunaqa bir imkon beradigan ajoyib bir maydon deydimi yo bir shunaqangi joyda sal odam yengil tortadi. Rahmat. Hurmat uchun, ehtirom uchun. O'zi qushning qanoti bo'lgani uchun uchadi-da. Albatta. Qanoti bo'lmasa ham uchsa bo'ladimi? Albatta, Xudo ayniqsa insonga shu tasavvur degan, tafakkur degan ne'matni bergan. O'sha bilan bemalol uchish mumkin. Hali bir hazil gap bor. Amerikaga borib kelyapti, yana desa, avvalan borganmiz desa, bugun ham borib kelyapti. Xuddi o'shunaqangi gap. Xayolingizda istagan ishingizni qila olasiz. Tasavvurda xohlagan o'zi avvalo-ku shu Usmon ibn Affonning zo'r gapi bor. Alloh bo'lmaydigan narsani xayol qildirmas deydi. Xuddi shunday xayolingizga keldimi, u albatta bo'ladi. Bo'ladi. Nimani xayol qildingiz, u albatta ro'y beradigan, bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. O'zi bugun qanday yashayapsiz? Onangiz aytganday, o'ladigan dunyoda odamdaymi? Odam bo'lib yashayapsizmi? To'g'risi, tahlil qila olmayapman keyingi paytlarda. Tahlil qilib bo'lmayapti, chunki men tahlil qilishim kerak bo'lgan odamlar bor edi atrofimda-da. Chunki ular uchun ham yashayman-ku. Avvalo ular uchun, o'zimdan ham ko'ra ko'proq ular uchun yashayardim. Masalan, onam uchun yashardim-da. Avvallari o'zimni ko'p o'ylamasdim. Ota-onam uchun, ularning sha'ni, ularning qadr-qimmati uchun yashardim va o'zimni taftish qilsam, o'zimni tahlil qilsam, qilayotgan ishlarimni qanaqadir bir o'lchovlarga qo'ysam, ularning rakursida turib qilardim bu ish. Endi hozir ular yo'q, nimani tahlil qilaman? Hech narsani tahlil qila olmayman. Bo'ldi, yashashim kerak, bo'ldi, yashayman. Yashashingiz uchun yashashingiz kerak. Menga qayg'uradigan odam qolmadi-da, yo'q. Nimaga farzandlaringiz-chi, oilangizchi? Yo'q, endi farzandlarim uchun men qayg'uraman. Ha, ular emas. Ha, ular emas. Ular hali ota-onani qanaqa buyuk ne'mat ekanligini to'la anglab ham yetgani yo'q hali ular. Onangizni, ota-onangizni oxiratlari obod bo'lsin. Botir aka, onangiz nega sizga bu gapni ko'p aytganlar? O'ladigan dunyoda odamday yashagin deb. Nima sababdan? Endi sababsiz aytilmaydi-da bunaqa gaplar. Endi kecha go'dak edim, yosh bola edim. Ana mana hashpash deguncha bugun 50 yoshdaman. Shu darajada tez, shu darajada bir shoshilib o'tib ketadigan umr ekanda. Xudo umr bersa bu yoqqa qancha qoldi? Agar shunaqa bir gaplar bo'lgan, payg'ambarimiz 63 yoshga kirganlar, agar shuni biz etalon qilib oladigan bo'lsak, 13 yil umr qolibdi. Misol. Qo'rqinchli, a? Albatta qo'rqinchli. Lekin shu bilan birga qo'rquv bir yaxshi narsa. Bu boraga shukr, odam har doim bir xil maromda tartib intizomda ushlab turadigan kerakli bir his. Shu qo'rqinch ana shu tayyorlaydi. Demak, hech qancha qolmabdi. Harakatingni qil, odamga o'xshab yashagin, chunki har bitta xatti-harakatimizni javobi bor-ku, buni bilamiz u. To'g'ri, endi hamma ham bilmaydi buni, bir javob berib, shunday shunchaki o'tib ketadi deb o'ylaydi, yo bo'lmasa ertangi u yoqdagi hayotga iymon keltirmagan odam, e'tiqodi teskari, aqidasi buzuq odam bu narsalar o'ylamaydi. Lekin aqli bor, o'zini iymon e'tiqodi bor odam baribir o'ylaysiz. Shu
Shu uchun ayniqsa shu onam oddiygina shu odamga o'xshab o'ladigan dunyoda odamga o'xshab yashagan degan gap bu juda katta shior, O'shada. juda katta chorlov. Shu uchun odamga o'xshab yashayverish kerak ekanda. Siz aytayotgan o'sha tiriklik va o'lim o'rtasida nafas bor-da. U nafasni biz olamiz, lekin uning egasi bor. Albatta. O'sha nafasning egasiga bugun qay darajada vaqtingiz yetyapti? Imkon darajasida baribir rozi qiladigan darajada emas. O'zingizni ko'nglingiz to'lmaydi, lekin baribir karami keng, uni fazlidan umid qilasiz. O'zi odam ko'p allomalarimiz ham, ulug'larimiz ham aytadi, qilgan ezgu ishlaringiz uchun jannat bilan mukofotlanmaysiz. U buyuk yaratuvchini fazli bilan kiriladi u yoqqa. Chunki biz o'qiydigan namozimiz, qilayotgan ezgu ishlarimiz, amallarimiz, bularga birortasiga u muhtoj emas. Yo'q. Ehtiyoj emas. Bu narsalardan pok. U bizga kerak, o'zimiz uchun kerak. To'g'ri yo'llardan adashmaslik uchun kerak. Lekin u xohlasa bo'ldi. Gunohlar kechiriladi va bizga ulug' yaxshi bir mukofotlar bo'ladi. Inson har doim o'zini to'g'ri yo noto'g'ri yo'lda ekanligini anglaydimi? Agar Biladimi? u yaxshiroq tanisa, yaratuvchisini haqni yaxshi tanisa, albatta. Bilamiz mana o'g'irlik mumkin emasligini, fahsh mumkin emasligini bilamiz. Hamma narsada me'yor bo'lish kerakligini bilamiz. Bo'ldi, mana shularni o'lchovini chiroyli qo'yib to'g'ri yursaman, nazarimda yo'lni yakuni xursandchilik. O'zi Botir aka odam inson bo'ladimi yoki inson odam bo'ladimi? Endi bu ko'p o'zi aslida-ku inson odam bu sinonim Bir-biriga. Ha. deysiz, lekin aslida savolingizda jon bor. Bu odam biz odam atoga tegishli ekanligimizni, undan tarqaganligimizni bildiradi. Anglatsa, o'sha odamni zurriyoti ekanligimizni anglatsa, bu insonligimiz bizni o'zimiz yurishtirishimiz, shaxsiyatimiz haqida gap ketadi. Keyin o'sha insoniylik deydi, o'sha odamga tegishli bo'lgan fazilatlar bilan siylanganlarni haqiqiy inson deyishadi, inson deb aytadi. O'zi aslida inson tushunchasi o'sha unutuvchi degan gapga keladi, lekin biz unaqa deb o'ylamaymiz-da. Unga chiroyli bir kiyim kiydirib, uni pardoz andoz qilib, boshqacha bir quloqqa eshitadigan qilganmiz. Aslida uni tag ma'nosi unutuvchi deydi. Yaxshi kunini ham, boshqasini ham tezda unutib yorib, hali baliq to'rga ilinib, to'rdan chiqib ketib, 12 soniyada yana kelib o'zini to'rga uraverar ekan. Unutadi. Mana shunaqangi bir yaratiq degani bu o'zi aslida. O'zlikni evaziga o'zga bo'lma deyishadi-da. O'zi o'zlikni o'g'risi nima? Odam ayniqsa keyingi paytlarda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman. O'zini qayerdan kelib qayoqqa kelganini bilmaydi. Qayerdan kelganligini bilmaydi. U kim ekanligini bilmaydi. Deylik o'zbek millatiga mansub bir odam deylik. Deylik o'zim. O'zini tilidan faxrlanishni bilmaydi. O'zini vatanidan zarracha iftixor qilmaydi. Aksincha qayerdansan desa, baland ovozda o'zbekistonlikman deyishga afsuski oramizda or qiladiganlar bor. Bor mana shunaqangi toifa. Ko'p emasdir, lekin bor. Unaqalarni bittasi ham ortiqcha. Aytadi, dushmanni bittasi ham ko'p deb. O'zingizni ichida yuzda yurgan mana shunaqa toifalar dushmandan ham xatarli. Tashqaridan keladigan xavfni bilasiz. Uni qo'riqlab turgan egalari bor. Uni ko'p takrorlaganmiz. Lekin ichingizda yurganini bilmaysiz. Ichingizda yurganini bilmaysiz. Ana u juda og'ir. Hatto ota-onasining gapiga quloq solmasdan bunaqangi bemazagarchiliklar qilib yurganlar bor. Ular nima uchun bor? O'zligidan ayrilgan bular. O'zligini topa olmagan. Ki yana bitta narsani aytay, gap kelib qolgan paytda balkim sizning savolingizga nechog'lik bog'liq bilmayman. Lekin siz shu savolni berganda birinchi bo'lib chaqmoqdek charaqlagan narsa shu bo'ldi menda. Xo'p. Men til biladigan odamni juda hurmat qilaman. Ya'ni ko'p tillarni biladigan, rus, ingliz, arab, turk, hokazo tillarni biladigan odamlarga havas qilaman va men aytaman, u 4 ta til bilgan odam 4 ta odam, bir o'zi 4 ta odam. To'g'ri. Lekin boya aytganingizdek o'zligini yo'qotish evaziga emas. Lekin o'zbek tili grammatikasini qo'ying. O'zbek tilining grammatikasini shu sohani egalari ham uncha to'liq bilmaydi 100%. Lekin o'zini ona tili bo'lgan o'zbek tilini bilmaydigan, uni yo'qotish hisobiga boshqa tillarni o'rgangan odamni men hurmat qilmayman.
Yo, ular aslida biladi, Men hurmat bilib qilmayman. bilmaslikka oladi. Yo'q, ochiqdan bilmaydiganlar ham bor. To'g'ri, ataylabdan o'zini shunaqangi bir qanaqadir bir Yevropacha tutadigan. Yana aytaman, til o'rganishga mana bolalarim ham ingliz tilida o'qishga boradi. albatta. Lekin o'zingizni tilingizni yo'qotish hisobiga bo'lish kerak Yo'q, emas u. yo'q, yo'q. Hozir bog'cha paytdan rus tiliga yo ingliz tiliga boradi. Maktab ham shunaqa, oliy o'quv yurti ham shunaqa bo'ldi, tugadi. O'zlikni Bu bolani- evaziga o'zga bu bolani bo'lish ismi kerak Botir emas. xolos. Ismi Botir xolos. Ruhiyati to'liq boshqa millat bo'ldi. U millat bitta vakilini yo'qotdi. Bu yomon. Ota-ona o'zini bolasidan ayrildi. Yonida jisman yoningizda yuraveradi. Jisman yoningizda oyijon, otajon deb yuraveradi. Lekin u ruscha fikrlaydi, ruscha sanaydi, yo inglizcha. Bo'ldi, siz yo'qotdingiz. Demoqchi bo'lganimki, agar u o'zbek tilini ham zo'r bilib, uni ham zo'r bilganda edi, tahsinga sazovor. Bu go'yo bilasizmi nimaga o'xshataman buni? O'zini uyi dalg'u hamma yoq is bosib ketganda birovni uyini kirib olib supur-sidir qilib tozalayotgan nodon odam bilan bir xil. Shu o'rinda bir savol, bugun haqiqatdan ham dunyoda ko'p ishlar bo'lyapti. E'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, bo'rilar odamlarni emas, odamlar bo'rilarni tishlayotgan deydi. Shunaqa. Nega Shunaqa. odamlar bo'ri sifat bo'lib ketyapti? Shunaqa, bilmayman. Hayvon sifat bo'lib Bu ketyapti. global davrda, globallashuv zamonida ijtimoiy tarmoqlar odamlar diydasini qotirdi. Men avvallari oqsollanib yurgan bir chumchuqni ko'rsangiz achinar edingiz. Hozir bo'laklarga bo'linib ketgan odamni ko'rib ham pinagini bizning ustiga borib rasmga olib, videoga olib yotgan zamonlarda yashayapmiz. Odamlar diydasini qotirib yubordi bu. Ijtimoiy tarmoqlar zo'r. Agar undan yaxshi tomonlama foydalansangiz zo'r, lekin faqat uni men cheklovlarga qarshiman. Qanaqadir bir zapret deydi, o'sha taqiqlash, boshqa bunaqa narsalarga qarshi odamman. Lekin filtr shart. Filtr shart. Mana agar jigarimiz yo'q bo'lsin, shu qonimizni tozalab, yuragimizni stabil, chiroyli ishlab turishida juda katta xizmati bor jigar. Uni bilmaymiz. Yurakni kuch beraveramiz yurakka, aslida jigarga parvarish qilsangiz, jigarni parvarish qilsangiz, yurak o'zidan o'zi chiroyli, qon aylanishlar hammasi joyida bo'laveradi. Bu o'sha qaysi nuqtaga e'tibor qaratishni ko'pincha bilmaymizda. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarga ham o'sha ularga ham bitta jigar kerak, ya'ni filtr kerak. Ya'ni hamma narsa ro'y rost, oshkor bo'ladigan bir tomoshaxonaga aylandi. Aylanib qoldi. Tomoshabinlar ko'paydi. Yo ishtirokchimi? Endi Tomosha qiladigan. Tomoshabin ko'p desak to'g'riroq bo'ladi. O'zi siz bugungi kunda ko'proq tomoshabinmisiz yoki Yo'q, men ishtirokchimisiz? tomoshabinlikni juda ham yomon ko'raman. Nafratlanaman unaqa odamlardan. Men she'rlarimda ham aytganman. Bugungi kunda tomoshabin odam dushman. She'rda vatan haqida bir she'rimda hozir esimga kelmayapti. Bugungi mana shu hayot qaynayotgan zamonda kim tomoshabin o'sha g'anim. O'sha dushman. Aksincha shu kirib yelkaga olish kerak u kuchni. Yordamlashish kerak. Kerak emas. Unaqa qil, bunaqa qilib hayhaylaydigan odamlar yetarli. Botir aka, istaylik, istamaylik, baribir har birimiz qaysidir miqdorda, qaysidir bir darajada o'zimizdan uzoqlashamizda. Ba'zida ilmimiz kam, ba'zida boshqa bir sabab, ba'zida nafs, aqlsizlik. Lekin buni darajasi bor-da. Kimdadir bu o'zidan uzoqlashish ko'p, kimdadir kam. Inson yana o'zini o'ziga qaytarish uchun nima qilish kerak? Umuman olganda insonni o'zini o'ziga nima yoki kim qaytaradi? Uni o'zidan boshqa hech kim yordam bera olmaydi bu masalada. Hech kim. Faqatgina o'zi. Uni sozlaydigan ham, uni nosoz qilib buzadigan ham odamning o'zi. Uni boshqa birovdan yordam ham kutish kerak emas. Chunki boshqa birov o'zini qarachi bilan o'lchab sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. U o'zini qarachi bilan siz uni yo'l yo'rig'ini qildingizmi, demak siz o'zingiz emas, usiz. O'zi inson o'zi bo'lib yashayaptimi? Siz o'zingiz bo'lib yashayapsizmi? Albatta harakat qilyapman. Harakat qilyapman. Harakat qilyapman. Yo'q, hech bo'lmasa harakat bor-da. Hech bo'lmasa harakat bor. Lekin baribir odam o'zi bo'lib yashash kerak. Yashash kerak. O'zi bo'lib yashashi shart aslida. O'zini o'zligicha qabul qiladiganlar yo'q-ku. Endi bu ba'zida inson o'zini ham o'zi qabul qila olmaydi-ku. Shunday. Endi bunaqa holat bo'ladi, ha. Buni albatta bunaqa o'zini o'zi ham qabul qila olmaydigan holatlar bo'ladi, lekin baribir o'shasi bilan ham o'zida. O'zini qabul qila olmasligi bilan yo qanaqadir bir mana shunaqangi baland-past sovuqlari bilan, yaxshi yomonlari bilan u ana shundayda. Hozir misol uchun farzandimiz qoshi bilan ko'zida salgina o'zgarish qilib qo'yilsa, salgina yo u yoqqa surib, yo bu yoqqa surib qo'ysangiz tanimaysiz.
Botir aka, shu o'rinda bir gapingizni eslataman. O'tgan suhbatimizda balki biz yashayotgan bu hayot yolg'ondir degan gapingiz esingizdami? Bu haqiqatingiz hali ham haqiqatmi? Shunaqa xulosalar bo'ladi. U dunyodan o'tib ketguningizcha O'zgarmaydi. O'zgarmaydi, lekin shunaqa fikrlar borki, shunaqa xulosalarimiz bor, u o'zgaradi. Bu hozirgi xulosam sal o'zgargan desam ham bo'ladi. Ha. O'zgargan desam ham bo'ladi. Nima sabab o'zgardi? Sabab bo'ladi-yu. Albatta, hamma yo'q sabab-ku. Hamma yo'q sabab-ku. Men hozir g'alati bir holatda yashayapman. Mavhumlik deydimi? Qana quloqni degan ovoz sizni diqqatingizni bir joyga jamlab imkoni bo'lmaydi. Diqqatingizni biriga yig'ib ola olmaysiz. Mavhumlik, nima qayerga ketayotgandim, nima qilayotgandim? Xullas odam o'zingizni jamlay olmaysiz bir joyga. Simobli sochilib ketgan odam sochilib ketadi. Yig'ish kerak. Yig'a olmaysiz. Men xuddi mana shunaqangi holatda yashayapman ayni paytlarda. Nima sabab asosiysi? Shu sabab mana shu ota-onamizni olamdan o'tganlari, u hayotimizda stержен, o'sha ustun vazifasini bajarganda, o'sha ustun qulagandan keyin sochilib ketasiz. Bunga vaqt kerak baribir. Odam o'zini o'zi yig'ib olib sal nima qilishi, lekin ayniqsa onamda yomon. Men onamni menga qilgan qattiq vasiyatlari sabab kulib odamga o'xshab yuribman-da. Agar bo'lmasa bilmayman nima ahvolga tushardim. Onam men dadamdan keyingi holatimni ko'rganlar-ku. O'shaning uchun onam meni o'zlarini oxirgi kuniga tayyorlab bordilar. Tayyorlaganda ham shunaqa tayyorladilarki, bu jasorat, bu qahramonlik. O'tganlaridan keyingi men opa, ukalarimni, singillarimni gaplarini eshitib, har bittasini alohida chaqirib, meni ehtiyot qilishlarini buyurgan ona. Bu donishmandlik, men bilaman nimaga unaqa deganlarini. Nima sabab? Men nimaga unaqa deganlarini bilaman. Men aka-ukalarim, opa, singillarimni bir nuqtada birlashtirib turgan kuch ekanligini ular juda ham yaxshi bilgan. Agar men ehtiyot bo'lmasam, men o'yindan chiqib ketib qoladigan bo'lsam, boyaga jilovlar qo'yib olib ketgan bo'lsam, sochilib ketish mumkin ehtimoli borligini. Endi ular har bittasi opa singillarim, Xudo bergan juda aqlli, ziyoli, hammasi o'zgacha ziyoli. Lekin baribir har qanday joyda ham bitta bir jilovni ushlagan odam bo'ladi. Onam mana shuni juda ham yaxshi bilganlar. Sizga oxirgi marta aytgan gaplar esingizdami? Nima dedilar oxirgi marta? Keyingi oxirgi gaplarimi? Achoq dedilar. Nima dedilar? Achoqim dedilar, bunday qilib. Yotgan joylarida shunday qilib achoq dedilar. Toshkentga kelishim kerak edi, bir ukamiz onalari o'tib qolgan edi, Rustamjon Muhammadiyevni. Shuni Fotihasiga Samarqandga bora olmadim, lekin Samarqanddagi marakalarni o'tkazib Toshkentga keldida, men telefon qilib onam bilan o'tirdik, qishloqda edik. Telefon qilib, aka, ertaga uyda fotoxabarchilik ochyapman Toshkentda. Dedi, buni onam eshitdilarda Samarqandga bora olmading. Har doim yoningda shu ukang, qadrdoning Toshkentga borib kelgin dedilar, aldab yubordilar, bo'ldi. Chiqib ketib, xayrlashib chiqib ketgan paytimda onajonim dedim, desam achoq dedilar. Keyin borib boshqatdan achoq qildim. Chiqib ketib eshikda bundaqa qiladilar. Yurakcha endi, hozir zamonaviy jestlar. Menga qarab yotgan joylarda mana shunday eng oxirgi onamni menga qaragan qiyofalari ko'z o'ngimdan ketmaydi. Mana shunday qildilar. Men ham shunday qildim. Bo'ldi, chiqib ketdim, bo'ldi. Shu bilan keyin borib Toshkentga kelib, barakani o'tkazib qaytayotgan paytimda, qishloqqa qaytayotgan paytimda shunaqangi xabar bo'ldi. Siz bilan yashardilar-ku Botir aka ular? Yo'q. Bir hafta oldin qishloqqa ketaylik turib oldilar. Uyga ketaylik, botib bolam, uyga boray, uyga borib turib oldilar. Endi ilinjlari bor ekan. O'sha hamma bilan birma-bir amaki, xola, tog'a kimiki bo'lsa, hamma bilan alohida rozi-rizochilik qilganlar. Demak, inson o'zini ketishini bilar ekanda. Hamma ham emas. Aha. Hamma ham emas. O'zini eshita olgan. Bu gapimni eshitganlar endi hammani onasi ham o'ziga deyish mumkin, lekin meni onam juda ham donishmand edilar. Juda ham. Borsam, onam o'sha oxirgi bo'lsa, shu qiyofalari bo'lsa, shu borganimdan keyin borsam, tabassum bilan shunaqa go'zal bo'lib yotibdilar va onamni menga tinimsiz o'sha ta'kidlari, bolam, so'z ber menga. So'z ber. Dadang o'tganlarda qanday bir holatlar qilmayman, hammasiga sabr qilaman, chiroyli bo'lib sabr qilaman deb so'z ber. Agar sen shunaqa qilsang, yana o'sha avvalgidek ozib, to'zib, bir yomon bir holatlarga tushib qolsang, men
tinch yotmayman joyimda deb tinimsiz gapirib xullas bizni ana shu kunga ko'niktirdilar-da, ana shu kunga rozi qildilar. Tayyorladilar. Hammaga ham nasib qilmaydigan yakun ketish. Shunday. Ko'nglingizni og'ritmoqchi emasman, sizni bitta she'ringizni o'qib bermasam bo'lmaydi endi. Maylimi? Yig'lamaysizmi? Xafa bo'lmaysizmi? 5 kunki onamsiz yashayotirman. 5 kunki bo'riday uvullar jonim. 5 kunki bechora g'arib botirman. Tashlandiq hovliday huvullar jonim. Bildimki onasiz hayot suvsiz soy. Bildimki kunni tark etarkan ziyo. Onamsiz umrimdan yo'qoldi chiroy. Bir bo'sh beshikday qoldi bu dunyo. Bilmayman bahridan o'taymi she'rning, ayriliq o'tini bosa olmadi. Men uchun onamsiz bu ona yerning yorilgan to'pchalik qadri qolmadi. Beayov tilaklar sog'inch etimni, dilda baxt, halovat va hokazo yo'q. Ayb qilsa jazolab yotmang yetimni, unga yetimlikdan og'ir jazo yo'q. Har inson taqdiri yozilgan puxta, bir taskin tun qalbim nurafshon etdi. 3 yillik hijronga qo'ydi-yu nuqta. Onam, dadajonim oldiga ketdi. Xumori falakka chiqarib tutun, ko'zingga ko'rinmay qolarkan olam. Rosti onajonning diydori uchun rozi bo'larkansan qiyomatga ham. Demak, rozi bo'larkan-da odam. Shunday. Onada u ona. Zarifa Eraliyeva degan juda katta bir shoira opamiz borlar, endi hamma biladi. Zarifa opamning bir to'rtligi bor. Bandasan, bandadan ko'ngling ne tilar? Bil, dunyo abadiy xona bo'lmaydi. Otang ketsa hayot otalik qilar. Onang ketsa hech kim ona bo'lmaydi. Yo'q. Hech kim Topa olmaysiz. hech kim ona bo'la olmaydi. Ota ketsa hayot otalik qilar ekan. Buni ozgina bo'lsa ham guvohi bo'ldim. Lekin ona ketsa Yetim bo'lib hech kim qolasiz. ona olmaydi. Haqiqiy yetim. O'sha she'rda aytildi. Bizni nimadir qilsak jazolash hojati yo'q. Nimadir ayb, bandamiz u. Nimadir ayb qilsak bizga bir qanaqadir bir jazo choralari qo'llashni kerak yo'q. Bizga mana shuni o'zi yetadi. Yetadi. Yetimlikni o'zi yetadi. Oxiratlari obod bo'lsin. Afsus ko'rish nasib qilmadi. Botir aka, o'zi bizdan bizni kim yaxshi biladi? Ota-onalarimiz yaxshi bilishardi. Ota-onalarimiz yaxshi bilishardi. Endi hech kim bilmaydi. Endi bizga faqat eslatadigan nima? Kim? Xotiralar xolos, boshqa hech narsa yo'q. Baribir inson o'zini o'ziga eslatib turish kerak-ku. O'zini unutmaslik uchun. Bilmayman. Bo'shliq. Javobim yo'q bunga. Bo'shliq. U bo'shliq to'lmaydi hech Xafa bo'lmasin, meni yaqin bir amma xolalarim, tog'a amakilarimiz bizdan xafa bo'lmasin. Minglab ham bo'lmam. U bo'shliqni o'rnini to'ldirish juda qiyin. Ular yaxshi biladi buni. Ular ham ota-onasiz. Bo'ldi, tushundim. Sukut hammasi aytib bo'lindi deganimi yoki aytilishi kerak bo'lgan gap hali aytilmadi deganimi? Sukut ham qaysidir ma'noda faryod bo'lishi mumkin. Ovozi bor-a? Sukut ham qonday portlayotgan bo'lishi mumkin. Uni faqat ilg'ash uchun idrok kerak. Uni ilg'ash uchun o'sha ozginagina joningiz joniga ulangan bo'lish kerak. Avatar filmida qahramon sharttali o'zi o'sha davr fantastik otga o'tirib, ulab bir-biri bilan kommunikatsiyaga kirishib keyin faroz qiladi-yu. Xuddi shunday ko'zga ko'rinmaydigan nimalar bilandir bog'liqlik bo'lish kerak. O'shandagina siz bilan biz aytgan narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa. Siz o'zingizga qachon begona bo'lasiz?
o'zingizga begona bo'lasiz? Qachon? Ayni paytda shunaqa holatdaman. Holatda, ijod vaqtida. Ayni paytda shunaqa holatdaman. Bugungi kunda rahbarsiz. 2 yil oldin ham rahbar edingiz. Shoirlik va rahbarlik. Shoirga rahbarlik kerakmi? Yo'q, o'zi aslida-ku shoir odam rahbar bo'lishi bo'lmasligi degan ko'p muhokamalar bo'ladi. Aslida bu narsalarni muhokama qilish ham kerak emas. Agar xalaqit berganda rahbarlik Hazrat Navoiyga bosh vazirlik xalaqit bergan bo'lar edi. To'g'ri. Aksincha adabiyotni yuksaltirish uchun Kerak. bu kerak bo'lgan. Faqat o'zini otini qamchilamagan Hazrat Navoiy bobo. Yo'q. O'zini otini qamchilamagan. O'sha paytda, o'sha davrda o'sha madaniyat, o'sha san'at, adabiyotni, umuman ijtimoiy hayotni yuksaltirishda juda katta hissa qo'shgan. Shuning uchun ijodkor odamni rahbar bo'lgani qaysi ma'noda yaxshi ham. Yaxshi ham. Chunki u hamma ko'ngilni his qila oladi. Hamma ko'ngilni his qiladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Odamlarni his qiladi. Keyin o'zini ijodiga halal berish, halal bermaslik masalasi bu endi o'ziga bog'liq. Rahbar bo'lib, meni ijodim to'xtab qoldi deb ayta olmayman. Siz yana ham sayqallashdi qalamingiz. Facebookda kuzatib boraman, Telegram kanalingizda kuzatib boraman. Tinmadi. Sizga ilhom berar ekan, demak kuch berar ekan. G'oyibdan berar ekan. Shuning uchun ham aytsa kerak-da, senga nasib qilgan narsa senga albatta keladi. Demak, senga nasib qilmagan narsa sendan albatta ketadi. Xuddi shunday. Sizdan nimalar ketdi? Faqat umrim ketyapti xolos. Umringiz. Umrim eng qimmatli bo'lgan umr yo'qotilyapti xolos va u bekorga ketyapti deb o'ylamayman va uni hech qachon uvol bo'lgan narsaga qarab g'ashlanasiz-u. Siz achinasiz, pushaymon, nadomat chekasiz. Lekin men nadomat chekmasdim. Asosiysi ota-onam mendan juda ham rozi ekanligini bilganman. Va undan keyin ham bot jigarlarimdan, qarindoshlarlarimni eshityapman. Farzand uchun yashayotgan odam uchun bundan ortiq baxt yo'q. Baxt yo'q. Demak, o'zingizdan rozi bo'lib yashayapsiz? Yo'q, ular o'zimdan ko'ra ularning roziligi menga muhimda. Men o'zimni qilayotgan ishimdan o'zim rozi bo'lgandan ko'ra, meni opa-singillarim, aka-ukalarimni mendan roziligi muhimroq men uchun. Oilam, farzandlarim roziligi muhimroq. O'zi odam o'zi uchun yashaydimi? Yo'q-a? Faqat kimdir uchun. Albatta, yaxshi-ku. Yaxshi-ku. Odam o'zi uchun yashasa, u odam egoizm. Odamning fitrati shunaqa. Baribir o'zi uchun yashamaydi. O'zim uchun yashayapman degan odam ham aslida kimdir uchun yashaydi. Ha, shunaqa. Aslida kimdir uchun yashayotgan bo'ladi. Albatta yashayotgan bo'ladi. Eng razil odam ham nimadir ish qilayotgan bo'lsa, kimdir uchun yo bu farzandi, bola chaqasi uchun nimadir yashayotgan bo'ladi. Iloji yo'q. Bitta o'zi uchun yashash qanday? Nima bo'lganda ham zaminimizda bugun tiriklikning yana bir kechi, mana shunday go'zal tabiatda biz, siz bormiz, yashayapmiz, ko'ryapmiz, gaplashyapmiz, nafas olyapmiz, his qilyapmiz. Bu baxt. Albatta. Lekin mana shu o'tayotgan vaqt ko'p narsaga davo degan haqiqatga siz qo'shilmas ekansizda. Yo'q. Vaqt nimaga davo bo'lmasligi mumkin? Yo'q, hech narsaga davo bo'lmaydi. Davo emasa? Hech narsa nega davo bo'lish kerak? Indamay o'tib ketaveradi. Siz o'shanaqa davo deb o'ylanaveradi. Aslida aldoqchi hissiyotlar bu, yolg'on hissiyotlar bu. O'zi mana shu o'tayotgan vaqt sizni haqiqatingizni ko'rsatib berdimi? Yoki qaysidir ma'noda o'zgartirdimi? O'tayotgan vaqt o'zgartiradi ham, ba'zan ochib tashlaydi oshkor qilib, shafqatsizlarcha, gohida ayaydi, ota-onadek ayaydi ham. Juda ko'p bo'lgan bunaqa narsa. Agar odamzodni har bitta qilayotgan ishini ochib tashlaversa, bu qo'rqinchli. Juda qo'rqinchli. Mana shu tomonlari ayniqsa men umid degan tushunchani bu avval ham gaplashganmiz, bu juda ham yaxshi ko'raman. Xudo yaxshi ham mana shu narsani bergan. Umid qilasiz. Ochilib qolmasligiga umid qilasiz, ochilishiga umid qilasiz, kelishiga umid qilasiz, kelmasligiga umid qilasiz. Ba'zi bir narsalar mana shunaqa bilan odam yashab oladi. Nomi shayton deydi, lekin aslida o'sha ham umid qilib turar ekan-ku. Shuning uchun mana shu umid, mana shu hissiyotni borligi Xudo odamni zab siylagan mana shu narsa bilan. Agar bu bo'lmasa, yashab bo'lmasdi. Bugun siz vaqtini kutyapsizmi? Yoki vaqtning yoniga o'zingiz boryapsizmi? Gohida shunaqa bir holat bo'ladi, odamda shunaqangi bir hissiyot paydo bo'lib qoladi. Shuni o'tiramanda, xo'p, xuddi vaqtni yonimdan o'tib ketayotgan odamdek kuzataman.
shoir chetga chiqib olaman, tashqariga chiqib olaman, tasavvur bilan Ha. tashqariga chiqib olib vaqt kuzatamanda. Parvoyi yo'q. Sen poshshomisan, yo'q. qulmisan, boyvachchamisan, kambag'almisan, shoirmisan, aravakashmisan, Bir tinsa. qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q, o'tib ketaveradi. Hech kim qarab emassan. ketaveradi. Men menga qaramadi hozir shu deb savol beraman. Kimsan sen deydi. Hech kim emassan. Hech kim emas. Hazrat Navoiylarga qaramaganman, sen kimsan deydi. O'sha hech kim emassan. Mana Hech shunaqa kim emasmiz. mana shunaqa munosabatda o'tib ketadi-da, tasavvurimda o'tib ketadi, qarab, ha bo'ldi. Tushunarli-da, bo'ldi boshqa. Undan hech narsani umid ham qila olmaysiz-da. Yo'liga bir narsa qo'yib ham qo'ya olmaysiz, to'xtatib ham qo'ya olmaysiz, hukmingizni ham o'tkaza olmaysiz. Nima bo'lganda ham mana shu o'tayotgan vaqtda siz borsizda. Siz o'zingizni mana shu vaqtda borligingizni sababi nima? Qanday sabab uchun borsiz? Mana shu vaqtda Oh. Yaratganni xohishi deb o'ylayman va bundan quvonaman. Yaratganni xohladiki siz bilan biz bormizda, xohlamasa bo'lmas-edi. siz qanday sababni Deb- uchun keldingiz? Nima sababni bajarish uchun, nima vazifani Endi bajarish uchun? Shoirlik man endi sabab emas, a? Yo'q, endi u U hayotimiz davomidagi qilib yurgan ishlar. Ha. Gohida paxta tergani boramiz, gohida qornimiz ochib qolsa kirib oshxonaga kirib ovqatlanamiz. Mana shunaqangi she'riyat ham xuddi shunaqa narsa deb o'ylayman. Aslida odam hop, uni rozi qilish uchun, uni xohish irodasini bajarish uchun keladi. Farqi yo'q, hamma. O'shani ichida boyaga holatlar, ko'ngil xushlik, ozgina chalg'ib olish. O'sha yo'ldan asosiy missiyadan chalg'ib olish, ozgina havo almashtirish deymiz-a. Bir xil ishni qilaversangiz, odam Xudo rahim qilib, Alloh rahim qilib, yaratguvchi rahim qilib, mana shu qo'shiq aytish, vazifalar she'rlar, misol uchun, mana shunaqangi vazifalarni o'sha asosiy ishlarimizdan ozgina chalg'ib olsin, ozgina bir xordiq deydimi, boshqa deydimi? Zerikmasin. Mana shunaqa holatlar, Mehribon. mehribonchilik qilish uchun boshqa vazifalar yo'limizga duch qilib qo'yadi deb o'ylayman. Bizdan bizni yaxshiroq biladigan. Shu albatta. Albatta. Botir aka, nima deb o'ylaysiz? Biz hammamiz, biz odamlar shikoyatchimizmi? Ko'p shikoyat qilamiz. O'ta. Nima uchun? Shikoyatchi deb hozir juda ham ayab, o'ta mehribonchilik bilan, o'ta nafosat bilan, o'ta nafislik bilan aytdingiz. Aslida Nima uchun? haddan tashqari hasratgo'y, haddan tashqari Shikoyatchi. Shukur qilmaydigan. Shunaqa. Aslida biz bilmaymiz nima uchun shundayligini. Nima uchun? Sabab nima? Yo'q, biz bilmaymiz. Asl haqiqatni bilmaganimiz uchunmi? Asl haqiqatni bilmaganligimiz uchun. Bir chumchuq Xudodan xafa bo'ldi. Xo'p. Ya'ni undan yuz o'girib, teskari o'girib olib turaverdi o'sha qo'ngan joyida. Xo'p. Juda xafa bo'ldi. Farishtalar so'radi. Nimaga bunaqa indamaylar dedi. Indamaylar. Vaqtlar keldi, u yig'layotganini ko'rib Xudo so'radi undan, "Ha, nega yig'layapsan?" O'zi bittagina hech kimga xalaqit bermaydigan, hech kimni bir hududiga daxl qilmaydigan bir joyda inim bor edi. Voy. Shikoyatchi. Inim bor edi. Shu inimni bitta bo'roning bilan buzib yo'q qilibding. Yuz qoldim. Shunga yig'layapman. Boshpanasiz qoldim. Shunda Alloh aytdiki, sen shu iningda yotganingda xotirjam, seni iningga ilon hamla qilyapti. Xayr. Shu bo'ronni yuvarsam, to'p-so'polon ichida qo'rqqaningdan potirlab qochasan va joning omon qoladi. Xuddi shunday seni joningni shu ilondan omon saqlab qoldim. Sen buni bilmaysan deydi. Demak, biz istaylik, istamaylik asl haqiqatni baribir bilmas ekanmiz. Albatta bilmaymiz. Xuddi shunday boyagidek chumchuq nima uchun insiz qolganidan, aslida u jonini hisobiga usiz qolganidan bexabar Xudodan xafa bo'lgandek, biz hayotdan hasrat qilib yuraveramiz. Asliyatni bilmaymiz o'zi. Chunki deylik, mashinamizni bir joyga urib oldik. Misol uchun bir joyga bunday to'qnashib ketdi, nimadir holat bo'lib. Hasrat qilamiz. Aslida bizni undan ming jondan og'irroq bir holatdan qutqarib, shu holat bilan bizni o'tkazib qo'yishni xohlagan. Yana o'sha gap, bizdan bizni u biladi. Xuddi shunday. Xayrlisini beradi. O'zingizga qanday chegaralar qo'yapsiz? Yoki qanday chegaralar qo'yishdan charchadingiz? Chegara o'zi nima uchun kerak aslida? O'tgan gal ham gaplashganmiz bu suhbatimizda, bir faqat aynan chegara deb emas, boshqa bir nimalarda. Lekin javob o'shanga olib keladi. Masalan, yurish-turishda ota-onamga gap tekizib qo'ymay, ota-onamga kimdir, "Ey, bolangga shunaqa bola tarbiyalaganingga" deb
la'natlamasin, yomon bo'lmasin, ular shaniga dog' tushirib qo'ymay deb o'zingiz juda ko'p narsalardan chegaralaysiz. Ha, Chegara qo'yasiz, to'siqlar qo'yasiz. Hozir men bir ish qilsam, ota-onamga to'g'ri bo'lmaydi. Mana bu holat bo'lib qolsa, ular ranjiydi. Mana shu bilan o'zingizga chegaralar, to'siqlar qo'yasiz. Va bu davom etyapti. Hali ham. Davom etyapti. Lekin hammada ham yo'q bu ular narsa. jisman yo'q bo'lgani bilan ruhan bor-ku. Bor, ha. Derazadan tushgan nurda o'g'lim meni ko'zim bor degan Mahmud Toyir she'rida. Hozir bitta xatti-harakat qilayotgan bo'lsangiz, avval umuman ko'rib olsa ruh sifatida hozir ular bizni xatti-harakatlarimizni ko'rib turadi. Shu uchun ham chegara va bundan charchamayman. Men o'zimni chegaralar, to'siqlar qo'yib o'zim aksincha xursand bo'laman. Shu ishni qilmadim, yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Ota-onam ruh shod bo'ladigan bo'ldi yo ranjimaydigan bo'ldi deyman. Taskin topaman, rohatlanaman. Lekin boya yuqorida gapirganimiz oshkoralik ham bor-da. Tomosha dunyosi ham bor. O'ziga chegara qo'yaptimi, kimnidir o'ylayaptimi? Demak, u inson o'zini nafsini tanigan insonda. Bugun nafsini tanimagan odamlar ko'p-a? Juda ham ko'p. Haddan tashqari ko'p. Agar nafsi nimani istayotganini bilmaydiganlar ko'pmi? Shunaqa. O'sha boyagidek nima deydi? Bu aql noqisligidan-da. Xo'p. Aqli bor odam hayvondan gaplashganmiz. Aql bilan farq qiladi hayvonot olamidan. Xo'p. Hozir bir paykalga hayvonni kiritib yuborsangiz, u to'yganini bilmay bo'kib qolguncha yeyveradi-da. Uni to'ygani bilmasdan o'sha bu oyagidek hech narsa chegarani bilmasdan, buzg'unchilikni chegarasini bilmay, rasvogarchilar chegarasini istagan ishini qilaveradigan, o'sha payxon qilib, xohlagancha yeb bo'kib qolgan hayvondan nima farqi bor? Bilmaslik. Hech qanday farqi yo'q. Bir xil. Bir xil. Faqat bu odamga o'xshab ko'rinadi, u hayvonga o'xshab ko'rinadi. Demak, inson nafsini bilmasa, uni hayvondan farqi yo'q. Nafsini bilgan odam. Albatta. Sizga rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Bilasiz, bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez qisqa javob berishga harakat qilasiz. Nimaga vaqtingiz yetmayapti? Yetyapti hammasiga. Yetyaptimi? Yetkazyapman. Ulguryapsizmi? Harakat qilyapman. O'zimni darajamda, imkoniyat darajasida yetkazyapman. O'zingizni darajangizda. Inson o'zini darajasini bilishga baxti demak. Albatta. Mag'lubiyat. Mag'lub bo'lmagan odam g'olib bo'la oladimi? Men uchun yo'q, albatta. U mag'lubiyat odamga juda katta. Agar u ruhan kuchli odam bo'lsa, mag'lubiyat unga tramplin vazifasini bajaradi. Uchirib yuboradi. Lekin bilmayman, endi ochiq oydin, meni tabiatim mag'lubiyatni ko'tara olmayman. Yo'q, g'oliblik ham faqat. Ha, mana shu mag'lubiyatni ko'tara olmayman, chida olmayman. Bugunning savoli nima? Bugunning savollari ko'p-u. Ha. Juda ko'p bugunning savollar juda ham ko'p. Haddan tashqari ko'p. Dahshat juda ko'p savollar. Qaysi biriga javob topishni bilmaysiz. Javob topa olmaysiz ham. Asosiy savol. Nima uchun yashayapsan? Nimani idrok qila olmayapmiz? Inson juda ko'p narsani idrok qila olmayapti. Avvallar ham bo'lgan, lekin ayni paytda juda ham ko'p bo'lib ketdi bu narsa. Inson ekanligi, odamni bolasi ekanligini idrok qila olmaydi. To'g'ri. Adolat joyidami? Uni adolati joyida. Siz bilan bizni insoniyatda adolati hech qachon adolat emas. Ado va lat. Ado. Ha, o'z nomi bilan, a? Adolatlimi o'zingizga? Harakat qilaman, lekin men 100% zarur adolatliman deb ayta olmayman. Xato-ku. Mumkin emas u. Vaqtida avliyolar ham to'g'ri, chiroyli adolat qila olmagan. Biz kim? Hech kim emas. Rahmat javoblar uchun. Bilasiz, an'anaviy savolimiz bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'larsiz? Oq va qora. O'zgaribdi-da. O'zgardi. Nima uchun? Oq va qora. Kamalakda rangi ketdimi? Ketdi. Ular bilan ketdi. Zohidjon Olov degan bir zo'r shoir ukam bor. Yosh yigit. O'shaning bir she'ri bor. Juda ham mana shunaqa deb ayta olmayman-u, lekin ayniqsa mana ba'zi musibat, boshqalar mana hozir ruhiyatimda shunaqa holat, balkim o'zgarar. Oyning 15i qorong'u, 15i qop-qorong'u. Yorug' emas. Mana shunaqa yozgan. Qop-qorong'u. Mana shunaqa. Oyning 15i qorong'u, 15i qop-qorong'u deb yozgan. Mana shu qorong'uliklarda yorug'lik topib yashash juda katta ne'mat, juda katta baxt. Har qanday zulmatdan yorug'likni topish kerak-ku. Albatta. O'sha uchun ham inson. Ana shu haqiqiy insonning to'laqonli vazifasi. Rahmat, zo'r javob bo'ldi. Shu o'rinda bilasiz, yana bir an'anaviy savolimiz, bu hayot suratini nimagadir qiyoslab chizish kerak bo'lsa, siz nimani tasvirlab berardingiz?
ilgari Bilaman. bitta so'roq, ikkita so'roq, Ikkita so'roq, uchta so'roq uchta. bo'lgan edi. Yo'q, Hozir yo'q. o'rnini nuqtalar egalladi. Yanami? Nuqtalar egalladi, so'roq nuqtalar, Savollar nuqtalarga aylandi. nuqtalarga aylandi. Nima sabab? Yana savollar ko'paydi. Yashayversang ko'raverar ekansan degani bu. Chunki nuqta degani davomi bor deganida. Davomi bor degan 3 ta nuqta. Ana shunday yashayversang ko'raverar ekansan. Va bu ko'rishlar ham juda dahshat ekanda, ayovsiz ekan. Ayamaydi. Yo'q. Demak nima deysiz? O'sha so'roq chizmaysiz-ku, demak nuqtalarni qo'yib berasiz. 3 nuqta deylik ana. 3 nuqta. Haqiqat shu qadar sodda va tiniq so'zki, uni har qancha aylantiravermang, baribir o'zligicha qolaveradi. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.